Mamlakatimizda inson manfaatlari, huquqlarini to'laqonli ro'yobga chiqarish, odamlarning hayotdan rozi bo'lib yashashi uchun zarur barcha choralar ko'rib kelinmoqda. Aholining o'y-tashvishlari, xohish-istaklari bilan ishlashning yangi o'ziga xos tizimi shakllandi. Bugun har bir fuqaro mas'ul davlat idoralariga bevosita murojaat qilib, o'zini o'ylantirib kelayotgan kamchilik va muammolarni hal qilish imkoniyatiga ega. Bu jarayonlarda ochiqlik va shaffoflik ta'minlangan. Buni Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati mas'ullari va aholi o'rtasidagi bevosita muloqotlarda ham ko'rish mumkin. Albatta, muloqotlar davlat idoralari va aholini yaqinlashtiradi. Yangi qulay ish tizimi yangi innovatsiyalarni tatbiq etishga turtki bo'ladi. Darvoqe, energiya resurslarini iste'molchilarga uzluksiz yetkazib berish tizimi to'liq raqamlashtirilmoqda. Bu o'z navbatida kuzatilayotgan kamchilik va muammolarni tezlikda bartaraf etish, sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlayapti. 2025-2026 yil kuz mavsumiga tayyorgarlik ishlarini bajarish bizda mana bu mart oyidan boshlanib ketdi. Biz kuz-qishga tayyorgarlik ishlarini o'tgan yil gaz ta'minotida muammo bo'lgan hududlar aniqlanib, ushbu hudud gaz ta'minotini yaxshilash bo'yicha mukammal ta'minlash ishlari, gaz quvurlarini rekonstruksiya qilish ishlari, gaz taqsimlash qurilmalarini texnik taftishdan o'tkazish ishlari, gaz quvurlarini maxsus pribor orqali ko'rikdan o'tkazish, gaz quvurlarini havo bosimi ostida sinash ishlari va qo'shqator turbonlarni yagona gaz tarmog'iga o'tkazish ishlarini reja qilib olganmiz. Mana biz hozir ko'rib turganimiz Urganch shahrida joylashgan birinchi sonli yuqori bosimli gaz taqsimlash qurilmasida turibmiz. Bu yerda o'tgan yili kuz-qish mavsumida mana shu binoda o'rnatilgan gaz taqsimlash qurilmalarida avariya holatlari sodir bo'lgan paytida gaz ta'minotida to'xtalishlar bo'ldi. Uzluksiz gaz yetkazib berishda muammolar mavjud bo'lganligi sababli bu yil mana shu gaz taqsimlash qurilmasi orqali Urganch shahrini 70%ga tabiiy gaz yetkazib beradigan bu gaz taqsimlash qurilmasiga qo'shimcha ikkita Italiya ishlab chiqarilgan Reduk 200 rusumli mana shu ko'rib turganingizdek qo'shimcha ikkita regulyator o'rnatdik va bu orqali biz Urganch shahrini avariya holati bo'lgan taqdirda uzluksiz tabiiy gaz bilan ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ldik. Bu bilan Urganch shahrida 46.200 ta xonadon bo'ladigan bo'lsa, 36.000 xonadonda aytishimiz mumkin, uzluksiz tabiiy gaz bilan ta'minlash imkoniyati mavjud. Mana shuni o'rnatgandan keyin. Ma'lumki, davlatimiz rahbari o'tgan yili 27-avgust kuni energiya tejamkorligini ta'minlash, muqobil quvvatlardan foydalanishni kengaytirish masalalari muhokamasi bo'yicha yig'ilish o'tkazib, bir qator aniq vazifalarni belgilab bergandi. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati mas'ullaridan iborat respublika ishchi guruhi tomonidan ushbu maqsad va vazifalarning Xorazm viloyatidagi ijrosi o'rganildi. Mazkur viloyatda joriy etilgan avtomatlashtirilgan mahalla iste'mol nazorat hisob balansi loyihasi doirasida amalga oshirilgan ishlar bilan yaqindan tanishildi. Shovot tumani Do'stlik mahallasi tumanda aholiga tabiiy gaz yetkazib berish va undan samarali foydalanishda yangicha yondashuv shakllangan. Bugun iste'molchilar ishlatayotgan tabiiy gaz qadrini bilishadi. Ortiqcha isrofgarchiliklarga yo'l qo'yilmayapti. Iste'molchi va xizmat ko'rsatuvchi o'rtasidagi hisob-kitoblar masalasidagi muammolar deyarli bartaraf etilgan. Zamonaviy gaz hisoblagichlarning o'rnatilishi va uni inson omilisiz onlayn boshqarilishi unga yechim bo'ldi. Shovot tumanida gaz ta'minoti navbati bilan 3 bosqichli tizimdan 2 bosqichli tizimga o'tkazilib, aqlli hisoblagichlar yoniga regulyatorlar o'rnatilyapti. Avtomatlashtirilgan mahalla iste'mol nazorat hisob balansi loyihasi 36 ta mahallaga tatbiq etilib, unga qo'shimcha ravishda yana 12 ta og'ir mahallalarda ham joriy qilinmoqda. Bundan tashqari ushbu tumandagi salkam 51 kilometr gaz quvurlari estetik jihatdan tartibga keltirilgan. Shuningdek, 29,2 kilometr yer osti gaz tarmoqlarining texnik holati tekshirilib, ularning 8,9 kilometr qismi yer ustiga chiqarilgan. 4884 ta xonadonning gaz ta'minoti 2 bosqichli tizimga o'tkazilib, 105 ta o'rta bosimli gaz taqsimlash punktlari demontaj qilingan. 8 ta mahallaning kirish qismiga elektron gaz hisoblagich uskunalari o'rnatilib, avtomatlashtirilgan iste'mol nazorat hisob balansi joriy etilgan. Bugungi kunda mazkur tadbirlar davom ettirilyapti. Ushbu bajarilgan ishlar natijasida tabiiy gaz yo'qotishlarini oldi olinib, mana shu mahalladagi gaz quvurlari tartibga keltirildi. Uyga o'rnatilgan gaz hisoblagichlar hammasi tashqariga olib chiqildi. Uy ichidagi gaz quvurlari va mana shu ko'chada o'rnatilgan gaz taqsimlash qurilmalari demontaj qilib olinib, shu mahalla 100% 2 bosqichli tizimga o'tkazildi. Buning natijasida tabiiy gaz yo'qotishlari kamaydi. Viloyatimizni hamma tumaniga tatbiq qildik.
Her bir tumanda bittadan mahalle tanlab olinib, şu mahallede savat tecrübesi asasida mahalle gaz balansini shakllantirish bo'yicha ishlar olib borildi. Iskandar Do'stov ko'chasida joylashgan birinchi son yuqori bosimli gaz taqsimlash qurilmasi va gaz taqsimlash stansiyasida tabiiy gaz yo'qotishlarining oldini olish borasida olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdi. Shuningdek, tabiiy gazdan oqilona foydalanish hamda uni tejash bo'yicha olib borilayotgan ishlar yuzasidan o'rganishlar olib bordi. Bizim mahallada hozirgi kunda eski gaz yerplar olinib tashlanib, hozirgi ikki bosqichli tizimga o'tkazilib, reduktorlar o'rnatilib, hozirda mahallamizda gaz ta'minoti yaxshilanishiga erishdik. Bizning mahallamizda 362 ta iste'molchilar mavjud bo'lib, shularni tejamkor garelkalar qo'yilib, samaradorligiga erishdik. Oldinlari haqiqatan ham yomon edi. Gaz taqsimlash yaxshi kelmas edi uylarga, gaz hidlari chiqib yotar. Eski garelkalarda hozirgi kunda ikki bosqichliga o'tib, hammaga teng taqsimlanadigan bo'ldi. Gaz yaxshilandi. 100% yangi o'chirishlar qo'yildi reduktorlari bilan. Tejamkor, xavfsiz. Oldinlari gazlarga borib, navbat kutib, pul o'tirishar edi. Hozirgi kunda uyda chiqmagan holda uyda o'tirib, pul o'tirib foydalansa bo'ladi. Oldinlari haqiqatan ham bizning mahallamizda kichkina turbalardan aholi ko'paygan sari gaz yetib bormas edi. Hozirgi kunda kelib, yangidan gaz quvurlari tortilib, hozirgi kunda yaxshilandi. Oldinlari har bir xonadonda eski kotollar bor edi. U garelkalari ko'p gaz sarflanib, ko'p xarajatlari ko'p edi. 1,5-2 millionga yaqinroq pul to'lar edi. Hozirgi kunga kelib, yangi garelkalardan foydalanib 500 ming, 600 mingga tushdi to'lov tizimi. Hozirgi kunda tejamkor gaz uskunalari o'rnatildi. Qish mavsumida bizlarning mahallada gaz yetkazib berishdan muammo bo'lmadi. Yangi Ashxobod mahallasi ishchi guruhi aholi xonadonlarida bo'lib, iste'molchilarning muammolarini o'rgandi. Xususan, 3 bosqichlidan 2 bosqichli tizimga o'tkazish jarayonlari ko'zdan kechirildi. Aholiga o'z vaqtida bir me'yorda tabiiy gaz yetkazib berish holati gaz taqsimlash punktlari nazoratdan o'tkazildi. Gulobod mahallasida 362 ta aholi xonadonlar 3 bosqich tizimdan 2 bosqich tizimga o'tkazildi. Buning natijasida 77 ming kub gaz iqtisod qilindi. Buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, 13 ming kubik gaz jihozlarini almashtirish natijasida 29 ming metr kubik gaz quvurlarini tartibga keltirish natijasida iqtisod qilindi. Urganch tumani bo'yicha murojaatlarni tahlil qiladigan bo'lsak, 2023-2024 yilda murojaatlar ko'p bo'lgan. Bu asosiy suyultirilgan gaz va tabiiy gaz bosim past bo'yicha kelib tushgan. Bugungi kunda murojaatlarni o'rganib chiqib, asosiy murojaat ko'p tushadigan hududlarda ishlar olib borilishi natijasida kelib tushayotgan murojaatlar o'z vaqtida bartaraf qilinishi ta'minlanmoqda. Urganch tumani bo'yicha 33,695 ta tabiiy gaz bilan ta'minlanayotgan aholi iste'molchilar bor. Bundan tashqari 9,615 ta suyultirilgan gaz bilan ta'minlangan iste'molchilar bor. 932 ta ulgurji iste'molchilarimiz mavjud. Shularga biz tabiiy gaz va suyultirilgan gaz bilan ta'minlash choralarini ko'rilmoqda. Urganch tumani bo'yicha 2025-yilda 4 oyda 235 ming kub gaz iqtisod qilinishga erishildi. Yil yakunigacha belgilangan rejani to'liq bajarilishini ta'minlaymiz. Xorazm viloyatida 282 mingga yaqin tabiiy gaz iste'molchilari bor. Viloyatda joriy yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari tasdiqlangan dasturga asosan amalga oshirilmoqda. 213 kilometrdan ortiq gaz quvurlarida bo'yoqlash ishlari reja asosida amalga oshirilmoqda. Bekobod qishlog'i tabiiy gaz joylash og'ir hududga tushgan bo'lib, bu hududni monitoring ishlarini tashkil qildik. Monitoring hududi Gulobod tanlab olindi. Bu Gulobod mahallasidagi 4 kilometr qo'shqator gaz quvurlarini tartibga keltirdik. Bundan tashqari 7 ta o'rta bosimli gaz quvurlarini kesib tashlab, bitta yuqori bosimli yerda 50 markali gaz taqsimlash qurilmasini o'rnatdik. Bundan tashqari aholi iste'molchilaridagi reduktorlarni o'rnatib, har bittasiga bugungi kunda yuzaga kelib turgan tabiiy yo'qotishlarni 77 ming kubga kamaytirilishiga erishdik. Oldin 15-20% yo'qotish bo'lib turgan bo'lsa, bugungi kunda 0,2% ga tushdi. Bundan keyin yetkazib berilgan tabiiy gaz hajmini 100% iste'molchilarga yetkazishni ta'minlaymiz. Urganch tumani bo'yicha 2025-2026 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlarini bajarish natijasida bu yerda 2-4 kilometr Urganch tumani Paxtakor qishlog'i Kilovat mahallasida kuz-qish ishlarini bajarish bo'yicha rekonstruksiya gaz qururini tortish rejalashtirilgan. Bugungi kunda bu bo'yicha ishlar boshlangan. Bugungi kunda 300 metr gaz quvurlari tortildi. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari bajarish bo'yicha yuqori bosimli g'itqa 3 tasi rejaga kiritilgan. Shularning 2 tasini bajardik, bittasini ishlari davom qildirildi. Avvalgi vaqtlarında yerpidan foydalanardik. Hozir bizning mahallada 380 xo'jalik va 380 xo'jalikning hammasini o'chirishlar qo'yilib bo'lindi. Hozir endi bizda yerpi degan va shart emas. Regulator qo'yildi. Shu regulator orqali shularga gazdan muammo yo'q.
gelip turgan gazlarning vaqtında pullarni to'lab turibmiz. Hech qanday qarzimiz yo'q. Muammamız yok. Her gün şu telefon pul yandı, başkası oldu görüp oturtmuz. Pullarını tövlemiz vaktinde. Gaz kança işlesek tövlemiz. Devletimize rahmet. Şu şaraiti yaratıp verip oturttu. Aldım şu gaz tiziminde karızdarlık olup şu gaz idarasından gelgen adamlar üyümeye girip yürüdü. Halktan pul alamıyor. Hazır bu mesele dım yakşı oldu. Otomatik tövleme adamınki öçedi. Ondan ki mecbur tövlediler. Yakın önce tövleş gerek. Kolaylıkları bana telefonda hemen şöyle özlerimiz söylep oturtmuz. Paynet arkalı. Günden çakıp yakılgan olsa yürüp oturtmuz. Karızları gazkarına da pensiyadan kudaşı töylep oturtmuz. Yangi garelkelerini koyduk. Şu işlep tutup da eski garelke pareke demecde yok. Alıp taş alındı hemmesi. Eski deyince şahine 1 milyonam yetmeseydi. Hazır kudaşı misaldan kubunça son basam bu pula var mıydı? Hazır 600 milyon töylemiz 400-500 milyon ekonom. Ötkenliğe nispete kararında. Teceledi. Kolay. Gazı teceş gerek. Gerek vaktinde yakıp gerekmez vaktinde uçurup koyuş gerek. Birinci artıkçası onun üzerinde kisesine zelal. Pul tövleşinde başkasında. Bizlere şu vaktinde gaz gelip tuttu. Şunu yakkarımızı tövlep vaktinde tövlep oturdu zemmesini. Sohadagi muhim yangilik bu jarayonlarning raqamlashtirilganligidir. Bugun tabiiy gazning iste'molchiga yetib borishi, uning uzluksizligi ta'minlanayotganligi zamonaviy innovatsion texnologiyalar orqali doimiy nazorat qilinyapti. Gaz tarmog'ida yo'qotishlarni kamaytirish, noqonuniy foydalanuvchilarni tezkor aniqlash imkonini beryapti. Bir so'z bilan aytganda, sohada kechayotgan islohotlar tizimda yangicha yondashuvning paydo bo'lganligi aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatining oshishiga, odamlarning o'z hayotidan rozi bo'lib yashashiga sabab bo'lmoqda. Zero asosiy maqsad muddao ham shu aslida.